Assalomu alaykum. 2025-yilning yangi mahsuloti. Bizda yangilik. Yangi plazma apparatimiz 80 tali Invercut 80 Plus. Mana boshqaruv paneli. Bu yoqda yangiliklardan o'zini ichida kompressori bor. Xohlasangiz o'zini ichidagi kompressordan foydalanib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz отдельно ulab kompressor ulab ishlatishingiz mumkin. Tak, bu yoqda MMA qilib ishlatsangiz bo'ladi, elektrosvarka va plazma qilib ishlatsangiz bo'ladi. Держак funksiyasi 2 ta 4 ta. Bu haqida отдельный video qilganmiz. Kirish gazi, chiqish gazi, testoy rejim bularni bilasizlar, tushuntirganmiz. Komplektida nimalar chiqadi? Komplektida o'zining горелкасы, mana Euro radio, minus держак, havo shlankasi, havo filtri, rolik, elektrod va saplosi va xomutlar qo'shishlar mumkin. Kimga shunaqa kompressorlar, plazma apparatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana hozir apparatimizni tekshirib ko'rsatamiz. Уже sotuv bo'lgan, klientlarimiz ko'rishyapti, tekshirib. Sal anaqa desa yana yaxshiroq bo'ladi, okey? Hozir zazor bilan. Mana hozir bu o'zida kompressor ulanmagan. Ko'rishinglar mumkin. O'zining ichida kompressori bor. Agar buzilib qolsa ham, buzilib qolgan taqdirda ham отдельный kompressor ham sotuvda bor. Akalarimiz g'azab ishlatishyapti. Oka, nima deysiz? Zo'r.